Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana bitta 200 talik nasosimizni o'rnatish jarayonidamiz. 200 talik nasos 15 kW dvigatel 460 tonna. 460 kub soatiga beradi. Bu nasos o'rnashgan joy o'zimiz Buxoro viloyat Xo'sh, Qarako'l tumaniga Yamonjar degan daryoga o'rnatdik. Shirin suv bu. Xo'sh, surish chiqishiga 21 metr turba ketdi. Obratni klapim bilan qo'yganmiz. Choklarni tepaga qilib. Xo'sh, 200 talik nasos 15 kW dvigatel, ekonom variant. Juda elektr energiyani tejaydigan zamonaviy. Yoniga glubinkalar qo'yilgan. Hozircha glubinkalar suv kam. Ham glubinkalar juda ko'p buzilyapti deyishgan uchun mana shu baliqchi akamizga qo'ydik. Baliq yerlar bu baliqxonaga qo'ydik. Katta ko'llar bor mana bu yerda. Bu o'sha joylarga ketadi. Xo'sh, 200 talik nasos 15 kW 460 kuba. Surish chiqishiga 21 metr turba ketdi. Hozircha transformator uzoq bo'lganligi uchun transformatorni elektr akalarimiz mana shu yoqqa ko'chirib olib keladi. Bu yerda hozircha 220 tok bor. Narda 3 faza glubinkalar ishlab turibdi, lekin glubinkalar juda kuyib remont talab bo'lib turibdi. Shuning uchun mana shundan qo'yib bering deyishdilar. Qo'yib berdik, xudo xolasa. Kimga mana shunaqa nasoslar, xizmatlar bilan kerak bo'lsa, ofitsional nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. O'rnatib suvlaringizni chiqarib beramiz. 1 yil garantiyalar bor, 1 yil kafolati bor. O'rnatib suvlaringizni chiqarib beramiz. Buni 200 ligi bor, 250, 300, 350, 400, 500 ligacha bor. Mana katta suv, shirin suv. Karakin kanal deydi buni. Yana bir qator ko'rsatib o'taman. Hozircha xudo xolasa 1 kun yo 2 kun oralig'ida suv chiqqan videolarni ham qo'yib o'tamiz, xudo xolasa. Hozir montaj qilish jarayonida mana montajlarni qilib bo'ldik. Kimga mana shunaqa nasoslar kerak bo'lsa, bemalol telefon nomerlarini qoldiramiz, pastda aloqaga chiqishlar. Kalinalari, chiroyli flanslar, prikladkalar chiroyli o'rnatganmiz. Tagi beton bo'ladi, xudo xolasa. Mana bu yoq avrat klapini qo'yganmiz. Pashtim 10 metr turba ketgan so'rishga o'ziga. Hozircha shitlar yo'q. Keyingi videolarda necha amper olyapti, necha kilovat rasxod qilib turibdi, qancha suv chiqarib turibdi, keyingi videolarda xudo xolasa qo'yib o'tamiz. Kimga mana shunaqa nasoslar, xizmatlar bilan kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin, o'rnatib suvlarni chiqarib beramiz. Rahmat, hammaga sog' bo'lasiz.